Dog'istonlik deganda ko'p odamga vahima bo'ladi. Men Dubayda yurganimda Dog'istonlik bilan ham, checheni bilan ham hammasi bilan ishlab ko'rganman. Menga farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men bilan raqib bo'ldimi, inshaalloh hammasiga tayyorman har doim. Ular ham odam, biz ham odam. Assalomu alaykum, Mangu MMA ligasining muxlislari. Biz YouTube kanalimizda birinchi bugun podkast. Bugun biz ligamizni birinchi turnirini asosiy qahramoni Xotambek Boynazarov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Xotambek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Muxlislarda bir nechta savollar bor. O'sha qiziqtirgan savollarni bugun qisqacha ularga yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi savolim, bu liga bilan qanday shartnoma tuzdingiz? Qachon taklif berildi sizga? Bu liga bilan shartnoma tuzishimiz sababchilar, trenerlarim, menejerlarim. Shu ligani menejerlari bilan o'zlari gaplashgan. Shular sababli bo'yda urishimiz aniq bo'ldi. Qachon berildi taklif? Qancha muddat bo'ldi? Примерно 10 kun bo'ldi. Jangga deyarli 1 oy vaqt qoldi. Qanchalik tayyor bo'la olasiz? Xudo xolasa har doim tayyor bo'lganmiz. Inshaalloh soperniklar ham aniq. Har doim tayyormiz. Bundan keyin ham bu bo'yga ham inshaalloh. Raqibingiz kuchli Dog'istonlik jangchilar deganda hammani ko'z oldiga kurashchilar keladi. Raqibingiz yengilmagan. Mana shu kurashchiga nisbatan siz qanaqa taktika qilasiz? Ko'rib chiqdingizmi o'zi janglarini? Dog'istonlik deganda ko'p odamga vahima bo'ladi. Men Dubayda yurganimda Dog'istonlik bilan ham, checheni bilan ham hammasi bilan ishlab ko'rganman. Menga farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men bilan raqib bo'ldimi, inshaalloh hammasiga tayyorman har doim. Ular ham odam, biz ham odam. Ikkita kurashchi jang qilganda odatda muxlislarga zerikarliroq tuyuladi janglar. Siz qanaqa taktika qilmoqchisiz tomoshabob jang ko'rsatish uchun? Hozirgi paytda stoykada ham, kurashda ham hamma tomonlama ishladim. Ko'ramiz, qani. Bo'yda aniq bo'ladi. Bir intervyuzda aytgandingiz, belidan osha olsam, shu mazasi qochadi hammasini. Ko'pchilik so'raydi, Xotambek Boynazarov qachon UFC ga o'tadi deb. Va sizda imkoniyat bor bu borada. Biz ham kutyapmiz, biz danlilar berilgan, qani oz vaqtlar qoldi. Xudo xolasa UFC'larda ham ko'rasizlar inshaalloh. Hamzat Chimayev bilan ham bitta zalda mashg'ulot qilgansiz. U ham yordam berishi mumkinmi UFC ga o'tishingizga? Yordam beradi. Men tayyor bo'lishim kerak. Hozir tayyorlanyapmiz, o'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Xudo xolasa u bilan ham tez orada ko'rishamiz. UFC ga qanaqadir dokumentlaringiz ketganmi yoki viza ishlari boshlaganmisiz Amerikaga borib olish uchun? Amerikaga viza boshladik. Xudo xolasa oz qoldi, pasportga kirib chiqamiz. Ustozlarim Husan akam gaplashgan UFC menejerlari bilan meni dalilalarim berilgan. Ular javobini kutamiz. Xudo xolasa shu bo'yda yaxshi o'tkazib olaylik. Shundan keyin yangiliklar bo'ladi. Ko'p ligalarda jang qilgansiz. Mangu ligasini birinchi turnirida asosiy jang sizniki. Tajribaga ega turnirlarda, ligalarda jang qilgansiz. Hozir endi bizning ligamiz tajribali jamoa bor, lekin birinchi turnirni o'tkazadi. Va O'zbekistonda ancha bo'ldi jang qilmaganingizga, to'g'riroq Toshkentda, Andijonda jang qildingiz. Qanday ikkilanishlar bo'lmadi? Masalan, yangi liga qanaqa bo'ladi? Muxlislar qanaqa qabul qiladi? Qanaqa raqib beriladi degan savollar, ikkilanishlar bo'lmadimi o'zingizda? Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Hamma ligada chiqib setganizda urishamiz. Bunday yo'qda shunday bo'ladi. Hozir рабочий вес deyiladi. Qancha рабочий vesingiz? Рабочий vesim hozir 90. 90. Shunda 10 kilo ves tashlashingiz kerak. 10 kilo qaytaraman. Mangu ligasi bilan nechta jangga kontrakt qilgansiz? Yana keyin ishlash niyatlari bormi? Hozir bitta bo'yga kontrakt qildik. Bo'yda o'tkazaylik. Undan keyin aniq bo'ladi. Agar bu yoqda bo'yin bo'lmaydigan bo'lsa, yana nasib bo'lsa urishamiz. Milliy liga, milliy brend. Nimalar kutyapsiz bu ligadan? Endi o'zimizning O'zbekiston ligasi maqsad bizning qo'limizdan qancha yordam kerak bo'lsa, mana shu ligani ko'tarish. Masalan, UFC da o'ringa olib chiqish.
Kelsa, O'zbekistonda ham shunaqa UFC'dagi urovingda bo'ladigan liga bo'lishini xohlaymiz. Nasib bo'lsa yana urushamiz. Vaqt soati kelganda. Qadrli kuzatuvchilar, bizni hozirgi intervyumiz shu joyda o'z yakuniga yetdi. Biz keyinchalik Hotanbek Boynazarov bilan alohida katta masshtabdagi ko'rsatuvni e'tiboringizga havola qilamiz. Hotanbek, muxlisligi gaplaringiz bo'lsa marhamat. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa, bo'lgan 1 oy qoldi. Biletlar tez kunda sotuvga chiqadi. Hammaga rahmat.